Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. O'zgarishlar qanaqa bo'ldi? O'zgarishlar juda ham katta. Kecha qanaqa holda keldingiz va nima bezovta qilgansiz? Kecha kelgan holatimda chap oyog'imda bezovtalik bor edi, kuchli og'riq bor edi. Operatsiyadan keyin hozir u og'riqlardan asoratami? Asoratami. Sezmadim unaqa og'riqni. Operatsiyada qiynalmadingizmi? Yo'q. Qiynalmadingiz. Hammasi yaxshi. Klinika Profmed servisida tavsiya etasizmi? Bizni tavsiya etasizmi? Tavsiya etaman. Hammaga tavsiya etaman. Hamma doktorlarga rahmat, hamshiralarga. Unaqa aytgandaqa qo'rqinchli emasmi ekan? Kattakon rahmat. Yo'q, qo'rqinchli emas. To'g'ri qo'rquvdim. Xo'jalarimga aytdim, qo'rqaman. Qolmaydi. Qo'rqish bo'lar ekan baribir. Birinchi martasiga. Yo'q, lekin qo'rqish kerak emas ekan. Hammaga tavsiya qilaman. Akmal akani tavsiya qilaman. Bo'ldi. Rahmat hammaga. Sog' bo'ling, kasal bo'lmang. Rahmat.